kredit hujjatlari va biznes rejada bu tomonda pomidorlar pishib turgan bo'lishi kerak edi, sabzavotlar pishib turgan bo'lishi kerak edi. Talonchilik yo'li bilan, firib yo'li bilan sotib berilishi aniqlandi tergovda. Jinoyat ishi aniqlanganda yangi ochilgan holat bo'yicha qayta ko'rib chiqish kerak deb yozib qo'yibdi. Sud ko'rib chiqishni rad etdi. Nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Birinchi, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichning siyosatlarini xiyonat topdi. Ming afsuski, kreditni olayotgan tadbirkorning maqsadi boshqa bo'lib chiqdi. Ikkinchi, bir qandaydir mansabdor shaxslarning manfaati bor edi. Ushbu katta miqdordagi kreditga umuman aloqasi bo'lmagan boshqa bir tadbirkorlarga qarashli mulklar qo'yilgan. Может, korrupsiya aralashgan bo'lishi mumkin bu ishlari. To'liq undiruvga qaratilgan issiqxona uskunalari noma'lum shaxslarga jinoiy yo'l bilan sotib yuborilganligi. Menimcha, bu yerda sudya Matyakubov yangi ochilgan holat bo'yicha ishni ochishi kerak edi buni. Bu savolni men O'zsanoat qurilish bank mansabdor shaxslarga ham beraman. Siz ajratgan pul maqsadli foydalanilyaptimi? Biz aynan bir masala bo'yicha yana Xorazmga keldik. Bitta tadbirkorning noroziligi, bitta muammo, bitta masala. Esingizda bo'lsa, biz bu masalani 2025-yilning oktyabr oyida yoritgan edik. Sizga muammoni qisqacha eslataman. 2021-yilda Davlat banki bo'lgan O'zsanoat qurilish bank Xorazm mintaqaviy filiali tomonidan Perfect Best House MCHga issiqxona tashkil qilish, pomidor bodring yetishtirish, ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash maqsadida salkam 700 ming AQSh dollari, ya'ni 10 milliard so'm atrofida kredit mablag'lari ajratib berilgan. Ming afsuski, kreditni olayotgan tadbirkorning maqsadi boshqa bo'lib chiqdi. Buni isboti sifatida kreditning bir so'mi ham to'lanmaganligini, kredit mablag'larining bir qismi o'zlashtirib yuborilganligi bo'yicha jinoyat sudining hukmi ham chiqqanligini, issiqxona sun'iy ravishda tashlandiq holatga keltirib qo'yilganligini aytishimiz mumkin. Garovga esa ushbu katta miqdordagi kreditga umuman aloqasi bo'lmagan boshqa bir tadbirkorlarga qarashli mulklar qo'yilgan. Kreditni keyingi taqdiri nima bo'ldi deysizmi? Kredit umuman to'lanmaganligi sababli fuqarolik ishlari bo'yicha Urganch tumanlararo sudining 2024-yil oktyabr oyidagi hal qiluv qarori bilan to'liq undiruv garovdagi mulklarga qaratilishi belgilangan. Jinoyat sudining 2026-yil yanvardagi hukmi bilan esa aynan fuqarolik sudining hal qiluv qarori bilan to'liq undiruvga qaratilgan issiqxona uskunalari noma'lum shaxslarga jinoiy yo'l bilan sotib yuborilganligi, sudning hal qiluv qarori chiqarilgan vaqtda ushbu uskunalar mavjud bo'lmaganligi, kreditning katta qismi jinoiy yo'l bilan o'zlashtirib yuborilganligi, fuqarolik sudi undirmoqchi bo'lgan moddiy zararlarning bir qismi jinoyat sudi tomonidan ham undirilganligini aniqladik. Tushunyapsizmi? Bitta zararni undirish haqida ham fuqarolik sudi qarori, ham jinoyat sudi hukmi bor. Qoyil qoldingizmi? Jinoyat sudi hukmi chiqqanidan keyin garov mulklari egalari tomonidan fuqarolik sudining hal qiluv qarorini yangi ochilgan holat bo'yicha belgilab ko'rish haqida ariza berilgan. Fuqarolik protsessual kodeksining 437-moddasida aniq normalar bilan belgilab qo'yilgan bo'lsa-da, sudya Matyakubov tomonidan hech qanday asos ko'rsatilmasdan ariza rad qilingan. Sarvar aka, sizga mana bir savolim bor. Fuqarolik sudi ajrimidan noroziman dedingiz. Shu noroziligingiz nimadan iborat? Bizga tushuntirib bering shuni. Xuddi shu masala bo'yicha sizga murojaat qildim. Shu sabab bo'yicha men sudya Matyakubovni chiqargan ajrimidan noroziman. Sizningcha sudya Matyakubov qanday ajrim chiqarish kerak edi yoki qanday qaror qabul qilsa sizningcha adolatli bo'lardi? Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Bitta zarar bo'yicha ikkita sudning qarorini chiqarilishini, keyin garovdagi uskunalarni talonchilik yo'li bilan, firib yo'li bilan sotib berilishi aniqlandi tergovda. Buni sudya Matyakupovga ko'rsatdik. Menimcha, bu yerda sudya Matyakubov yangi ochilgan holat bo'yicha ishni ochishi kerak edi, buni qabul qilishi kerak edi. Zarar qildi. Ha, tushundim. Demak, siz arizangizni qanoatlantirib, ishni yangi ochilgan holat deb topib, ishni ko'rib chiqishga tayyorlash kerak edi, to'g'rimi? Bu holatlar yetarli uchun. Tushunarli. Sarvar aka, fuqarolik protsessual kodeksining 437-moddasida aniq yozib qo'yilgan norma bo'lsa, sudya arizani rad qilishiga nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Demak, qonunda aniq norma yozib qo'yibdi. Yangi ochilgan holat bo'yicha jinoyat ishi aniqlanganda yangi ochilgan holat bo'yicha qayta ko'rib chiqish kerak deb yozib qo'yibdi. Sud ko'rib chiqishni rad etdi. Nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Menimcha, bu ishlar orqasida bir katta bir mansabdor shaxs turgan bo'lishi mumkin.
Может, korrupsiya aralashgan bo'lishi mumkin bu ishlari. Men buni aniq aytib bilinmasa. Nima deb tushuntiraman sizni uni? Maqsad garovdagi mulklarni sotish, meni mulklarimni sotish. Davlat pulini yegan aybdorlar esa berkitish. Ishni yopish shunatib, maqsad shu bo'lgan. Endi esa O'zbekistondagi mulklarni baholash tizimidagi kamchiliklar haqida. Bitta mulkni 3 xil baholayotganligi, buning natijasida esa davlat mablag'lari ko'kka sovurilayotganligi holatlariga to'xtalib o'tamiz. Aynan yuqorida aytilgan sun'iy ravishda tashlandiq holatga keltirilgan issiqxona qiymatini aniqlashdagi tergov va sud organlari baholash tashkilotlari tomonidan yo'l qo'yilgan xilma-xilliklar haqida so'zlasak, aynan siz ko'rib turgan mana bu tashlandiq issiqxona Xorazm ekspert baholash MCJ tomonidan Xorazm viloyati prokuraturasiga 2025-yildagi narxi 5,5 milliard so'mga yaqin, Yangi bozor jinoyat sudiga 2021-yildagi narxini 6,5 milliard so'mga yaqin deb baholab bergan. Orada 4 yil farq bor. Siz e'tibor berdingizmi? Ushbu tashlandiq issiqxonaning narxi 2021-yilda 6,5 milliard so'mga yaqin, 2025-yilda esa 5,5 milliard so'mga yaqin narxlanmoqda. Biz bilamizki, odatda uskunalar narxi yildan yilga o'sib boradi. Ammo bu issiqxonaning narxi esa pasayib borgan. 4 yil davomida issiqxonada hech qanday o'zgarish qilinmagan. Eng g'aroyibi, Xorazm viloyati apellyatsiya sudida esa prokuraturaning baholashini ham, Yangi bozor jinoyat sudining baholashini ham asossiz deb topdi va qaytadan yana baholadi. Bu safar 6 milliard so'mga yaqin. Endi qarang, tergov 5,5 milliardga yaqin, Yangi bozor sudi 6,5 milliardga yaqin, apellyatsiya sudi 6 milliardga yaqin narxlamoqda. Mana sizga baholash tizimining xilma-xilligi. Eng achinarlisi, Sanoat qurilish bank mansabdor shaxslari ushbu tashlandiq nomiga qurilgan issiqxonaga ishlatilgan 6 milliard so'm pulni maqsadli demoqda va uni ayblanuvchidan talab qilmayapti. Biz hozir shu issiqxonaning ichida turibmiz. Sanoat qurilish bankka ko'ra, bu issiqxona hozir maqsadli ishlab turibdi. Xo'p, aslida hujjat bo'yicha maqsadli ishlab turishi qanday bo'lishi kerak edi? Kredit hujjatlari va biznes rejada bu tomonda pomidorlar pishib turgan bo'lishi kerak edi, sabzavotlar pishib turgan bo'lishi kerak edi. Bu tomonda ishchilar ishlab turgan bo'lishi kerak edi. Narigi tomonda esa pishgan, yetilgan tayyor sabzavotlar eksport qilish uchun yuk mashinasiga ortilayotgan bo'lishi kerak edi. Hurmatli bizni kuzatayotgan mansabdor shaxslar yoki obunachilarimiz, siz bu yerda pishgan pomidor, sabzavot mahsulotlari ishlab turgan ishchilar va yuk mashinalarini eng ayniqsa achinarlisi 700 ming dollar shu yerda ko'ryapsizmi? Bu savolni men Sanoat qurilish bank mansabdor shaxslarga ham beraman. Siz ajratgan pul maqsadli foydalanilyaptimi? Sarvar aka, siz bu yerda 700 ming AQSh dollarini ko'ryapsizmi? Siz bu yerda sabzavot, ishchilar, eksportga kuzatilayotgan holatlarni guvohi bo'lyapsizmi hozir? Yo'q, men bu yerda sabzavotlarni ham ko'rib turganim yo'q, pishib yetilib turgan pomidorlarni ham, yuk mashinalarini ham eksportga tayyorlanib turgan ulardan ko'rib turganim yo'q. Bu yerda men ko'rib turgan narsa birdan narsa bor edi. Birinchi, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichning siyosatlarini xiyonat bo'lib edi. Hozir bo'lib turgan edi. Ikkinchi, bir qandaydir mansabdor shaxslarning manfaati bor edi. Bu yerda ochiq oydin korrupsiya bor deb o'ylayman men. Shunaqa deb hisoblaysiz? Shunday hisoblayman men. Tushunarli. Sarvar aka, siz yuqoridagilarni inobatga olib, bularni ko'rib, bilib turib, siz kimga qanday murojaat qilmoqchisiz biz orqali? Men o'zim shaxsan o'zim davlatimiz siyosatini, prezidentimiz islohotlarini bir kuzatib boraman. Yana bu yil o'zi katta turib gaplardi, ko'p rahbarlar bu korrupsiyani yo'qotamiz dedilar. Ben yine şu birinci iş Xorazmdan başlasalar, şu bu Xorazmda iş bir asosli narsa deb o'ylayman hozirgi bizga ko'rsatib turgan vajimiz, ishini bir tiyina yetadigan bo'lsak, bir katta bir kimdirlar narsa chiqadimi, ildizi chiqadi, ildizini boramiz bular. Men shu yerdan turib davlatning 700 ming AQSh dollarini ko'kka sovurgan shaxslarga to'liq qonuniy chora ko'rilishini, shu tashlandiq issiqxonaga ketgan 6 milliard so'm pullarini maqsadli deb hisoblayotgan Sanoat qurilish bank xodimlariga nisbatan chora ko'rilishi, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning siyosatlariga ochiq xiyonat qilayotgan ayrim mansabdor shaxslarga nisbatan ham chora ko'rilishini, 700 ming AQSh dollarini maqsadsiz sarflab yuborganligi sababli aybdor shaxslardan ushbu pullarni to'liq undirib olishingizni so'rayman. Biz bu holatga yana qaytamiz va vakolatimiz doirasida nazoratimizga olamiz. Bizni kuzatishda davom eting.